Namangan viloyati soliq boshqarmasi boshlig'i Pop tumanida kichik va o'rta biznes bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar bilan navbatdagi uchrashuvni o'tkazdi. Unda dorixona, umumiy ovqatlanish, mehmonxona, savdo, ishlab chiqarish faoliyatini yo'lga qo'ygan tadbirkorlar ishtirok etdi. Muloqot chog'ida sohani rivojlantirish, mavjud muammolarni hal etish va yangi imkoniyatlar muhokama etildi. Tadbirkorlar soliq sohasi bilan bir qatorda kadastr, kredit, bojxona masalalariga oid muammolar haqida fikrlarini bildirdi. Har bir masala atroflicha o'rganildi va tegishli javoblar qaytarildi. Shuningdek, biznes vakillariga soliq majburiyatlari, yangiliklar, ma'muriy jarimalar hamda barqarorlik reytingidagi daraja ko'rsatkichlari borasida tushuncha va tavsiyalar berildi. Ma'lumot uchun 2024-yil 1-aprel holatiga tumanda kichik tadbirkorlik subyektlari soni 2258 ta bo'lgan bo'lsa, joriy yili 2325 tani tashkil etmoqda.